Biz efirdamiz va Shohjahonning qadrli muxlislari, siz kutgan onlar keldi. Navbat Shohjahonga. Marhamat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar. Selfie interview, selfie reportaj. Ismim Shohjahon Karimov va men ortimdagi ana shu chiroyli ko'cha bu Xastimomdan Chorsuvga qarab kelaverish Zarqaynar ham deyiladi va aynan Islom sivilizatsiyasi markazi ham orqamda joylashgan. Bu haqida ham bir kun reportaj qilamiz. Mavzu bu emas. Bu taraf esa aynan Chorsuvga ketish yo'llari. Yoshlar ijodiyot saroyi ham shu tarafda, Chorsuv bozori ham shu tarafda, lekin mavzu bu ham emas. Mavzuyimiz O'zbekiston Davlat tabiat muzeyi. Yo, bu selfie interview bo'lmaydi, chunki tasvirchimiz Umidjon Turg'unov men bilan har doimgidek. Yana bir marta assalomu alaykum. Tong xayrli bo'lsin. Siz mahalla tongini tomosha qilyapsiz. O'zbekiston Davlat tabiat muzeyi chinakam o'ziga xos eksponatlarni birlashtirgan O'zbekiston tabiati, uning tarixi, buguni haqida so'zlovchi ajoyib manzil. Ishonchim komil, poytaxtda yashasa ham ko'pchilik bu yerga kelmagan, lekin aynan mana shu virtual sayohat sabab siz bu yerga kelishni istab qolasiz. Men sizga so'z beraman. Faqat ekrandan uzoqlashmang, boshqa telekanalga o'tib ketmang. Biz O'zbekiston Davlat tabiat muzeyiga kirib kelyapmiz. Aslida ushbu muzey soat 10:00 dan faoliyatini boshlaydi har kuni. Ammo bu muzey jonkuyarlari siz uchun, tomoshabinlarga maxsus reportaj uchun tong sahardan kelishga rozilik bildirishdi. O'zbekiston Davlat tabiat muzeyi va assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Shohjahonsiz bu? Meni ismim Shahzod, O'zbekiston. Shahzod Shohjahon. Ana bir-biriga to'g'ri keldi. Menimcha do'stlashib ketamiz. Xursandman. Shahzodjon, 10:00 dan muzey faoliyatini boshlaydi, ish faoliyatini. Shunaqa. Har kunimi yo dam olish kuni bormi? Demak, bizning muzeyimiz dushanba kuni dam olish kuni hisoblanadi. 10 dan soat 5 gacha xalq xizmatidamiz. 10 dan 5 gacha. Kirish narxi? Kirish narxi bolalar uchun 7 yoshgacha tekin, 7 yoshdan 18 yoshgacha 10 ming so'm va 18 yoshdan yuqori bo'lgan yoshi kattalarga 25 ming so'm. Ana shunaqa. Ana endi 25 ming so'mga siz nimalarni ko'rib chiqishingiz mumkin? Shahzodjon, boshladik, ketdik. Xo'p. Xo'p, muzeyimiz hozir ekspozitsiya zallari faqat birinchi qavatda joylashgan. Bizda hozir rekonstruksiya, ta'mirlashlar olib borilyapti, ya'ni ikkinchi qavatni ishga tushirish bo'yicha. Mavzulashtirilgan zallarimiz, ekspozitsiyamiz, dioramalarimiz mavjud. Keling, ular bilan sekin ketdik. Kirib tanishamiz. Albatta, aziz do'stlar, biz bu nima zal bu? Nomi nima? Demak, bu zalimiz umumiy biologiya zali deyiladi. Demak, biz bu yerda ana shu biologiyaning tayanch ma'lumotlarini berib boramiz tashrif buyurgan mehmonlarimizga va bu kirish zali desak bo'ladi. Ya'ni o'sha tabiatimizga, flora, fauna dunyosiga kirish zali hisoblanadi. Juda yaxshi. Kirib oldik flora, fauna dunyosiga. Bu tarafdan boshlaymiz. Eng qiziqarli eksponatlarni ko'rsating tomoshabinlarimizga. Endi, xo'p, bu uy shaklida parrandalar ko'rinyapti bu yerda. Shunday. Demak, o'zi birinchi savol tug'iladi. Bu qushlar, hayvonlar haqiqiymi o'zi? Qayerdan olgansizlar o'zi? Buni qanday qotirgansizlar degan savol tug'iladi tashrif buyurgan mehmonlarimizga. Demak, bu qushlar, hayvonlar hammasi qachonlardir tirik bo'lgan. Bu yerdagi hamma hayvonlar qachonlardir tirik bo'lgan. Albatta, tirik bo'lgan. Lekin biz muzey uchun ataylab o'ldirmaganmiz bularni. Ya'ni bilasizlar, bu muhim ma'lumot. Nimaga desangiz, bilasizki, tabiat qo'riqxonalari bor, sirk bor, hayvonot bog'lari bor. Mana shu yerda turli xil hayvonlarimiz uchraydi. Shu hayvonlarni o'zi yoshi yetib kelib qarib yoki biror kasallikka uchrab yoki biror yirtqich hayvon bilan jang natijasida nobud bo'ladigan bo'lsa, ana shu nobud bo'lgan hayvonlardan taksidermiya soha vakillari bor. Aynan shu hayvonlarni qotirib, shu holiga keltirish, shakliga keltirish bilan shug'ullanishadi. Ya'ni shunday eksponat keladi va buning nomi o'zbekchalab tulum deyiladi. Tulum. Qotirish tulum. Tulum, ya'ni shu hayvonni qotilgan holatdagi tulum. Xo'p, demak, biz birinchi parrandalarni ko'rdik, kabutarlarni ko'rdik, mamlakatimiz hududida uchraydigan, endi oddiy aholi uyida ham uchraydigan. Undan keyin kurkalarni ko'ryapmiz va bu yerda turnalar, turnalar, meni olib ketinglar. Mana olib keta olmaydi, qotirilib qo'yilgan turnalar. Xo'p, bu echkilar.
Xo'p, bu echkilarimiz oddiy echkilar emas. E'tibor bersangiz, bular serjun echkilar. Bularning junlari ularning go'shtidan ko'ra qimmatroq hisoblanadi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, mana shu ularning junidan turli xil kiyim-kechak, sharf, shapka, hattoki gilam to'qi sohalarda ishlatiladi. Bu bor hozir mamlakatimiz hududida bor, tog'li hududlarda uchraydi. Serjun O'zbekiston echkisi ekan. Qora sertivit O'zbekiston echkisi mana bunisi. Mana shunaqa. Biz shunchaki echki deb o'ylaganimiz aslida Bu yerda esa wow. uchragan mutant jonivorlar. Qarang. Mana juda tasvirchimizdan iltimos qilgan bo'lardim yaqinroq ko'rsatishni. Mana shu buzoqcha bu ikki boshli buzoq, shunday dunyoga kelgan. Xo'p, demak tabiatimizda shunaqa noodatiy hayvonlar uchraydi. Bular mutatsiyaga uchragan mutant hayvonlar hisoblanadi, lekin bular uzoq umr ko'rishmaydi. Bor yo'g'i bir haftagina umr ko'rishadi. Bunday ularning dunyoga kelishiga sabab bu ekologik muhit, havoni ifloslanishi, suvning zaharlanishi, oziqa zanjirining buzilishi natijasida shunaqa noodatiy hayvonlar. Bu yoqda ham bor ekan. Qo'ying mana. Bu yerda esa ikki boshli va bir ko'zli qo'zichog'imiz. O'rtoqlar, bu qanaqadir san'at asari emas, bu shunday dunyoga kelgan. Endi qishloq joylarda yashaydiganlar balki bu kabi hodisalarni ko'pchiligi ko'rgandir, ammo menga o'xshab chinakam shaharning bolasi uchun bu yangilik va yana bir muhim jihatni Shahzodjon aytayapti, bu ekologiyani, atrof muhitni ifloslanishi, zararlanishi sabab shunday holat bo'ladi. Bu hozir quvonarli holat emas-ku, to'g'rimi? Shunday, nimaga deydigan bo'lsak, bizning muzeyimizda Qizil kitobga kiritilgan hayvonlar juda ham ko'p. Qizil kitobga aslida nima kiritiladi? Ya'ni himoyaga muhtoj bo'lgan o'simlik dunyosi, hayvonot olami kiritiladi. Hozirgi kunda ekologiyani buzilishi natijasida bu ro'yxat ko'payib boryapti. Shahzodjon, chiqamizmi keyingi obyektga? Aziz do'stlar, siz virtual sayohat qilyapsiz. O'zbekiston Davlat tabiat muzeyidamiz ma'lumot uchun va mana shu yerda olmaxonlarni ko'rishimiz mumkin. Lochin, burgut va hokazo. Va bular ham haqiqiymi? Bular ham haqiqiy. Bizning muzeyimizda nafaqat O'zbekiston tabiatida uchraydigan hayvonlar, balki dunyo tabiatida uchraydigan hayvonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Boya aytib o'tganimdek, hayvonot bog'lari, tabiat qo'riqxonalari orqali bizning muzeyimizga hayvonlar keltiriladi. Eng qizig'i, bu yerda siz filsimon toshbaqani ko'rishingiz mumkin. Bu dunyoda eng uzoq umr ko'radigan hayvon, ya'ni 300 yilgacha yashashi mumkin. Bu quruqlikda yashaydigan eng katta toshbaqa va dengizda yashaydigan toshbaqalar ham mavjud, bilsangiz, ular bundan kattaroq bo'lishi mumkin. Filsimon toshbaqa bu qachonlardir dunyoga kelib 300 yil yashab bizning muzeyga kelib qolgan, qadrli do'stlar. Ana shunaqa, haligi kattalar avvalin xor bo'lsa bo'lsin, oxiring xor bo'lmasin deydi-yu. O'zbekistondami, demak oxiri xor bo'lmabdi bu toshbaqani. Ajoyib, davom etamiz. Bu yerda qamishzor mushugini ko'ryapmiz, qarsak tulkini ko'ryapmiz, aguchi quyoni. Bular O'zbekiston hududida uchraydimi yo'qmi? Uchraydi. Xo'p, siz uchramaydiganini aytib ketaveringda. Qirg'ovullar oilasini ko'ryapmiz bu yerda. Bular donxo'r qushlarimiz. Yana bitta ma'lumot beraman, bu tomoshabinlarimiz uchun qiziq bo'lishi mumkin. Agar qushning tumshug'i shunaqa kalta bo'ladigan bo'lsa, to'qnikka o'xshab, bu donxo'r bo'ladi. Agar kalta va qayrilgan bo'lsa, ya'ni xuddi ilmoqqa o'xshab, u yirtqich bo'ladi. Agar uzun bo'ladigan bo'lsa, u qurbaqa, mayda baliqlarga oziqlanadi. Demak, biz insonlar tumshug'i uzunroq va qayrilganidan qo'rqishimiz kerak. Ya'ni ular yirtqich hamla qilib qolishi mumkin ekan. Tumshug'iga qarab turib, biz ularni nima bilan oziqlanishini ajratib olishimiz mumkin. Mana shu yerda mana shu qush ko'rinishida-da, to'g'rimi? Bu donxo'r, qirg'ovurmi? Bundan ham qayrilgan bo'ladimi? Ya'ni burgutniki bor-ku, qayrilgan, ilmoqli bo'ladi. Qirg'ovuldan ko'rishimiz mumkin. Baliqchilar oilasi, ya'ni bular bilamiz, dengiz hududlarida ko'p bo'ladi. Baliqlar bilan oziqlanishadi. Bu yerda esa qarqaralar. Qarqaralar bu yer yuzidagi eng bo'yni va oyoq uzun bo'lgan qushlar hisoblanadi. Mana tumshug'iga e'tibor bering, aynan bular baliqlar, qurbaqalar, qurt-qumursqalar bilan oziqlanishadi. Bu yerda esa turnalar oilasi. Turnalar mana shu aynan shu kichik turna O'zbekistondagi eng chiroyli bo'lgan 5 ta qushdan biri hisoblanadi. Ajoyib. Va yana bir marta eslatib o'taman, siz hozir kadrda ko'rayotgan va men bevosita ko'rayotgan mana shu eksponatlar qachonlarda hayot bo'lgan. O'zbekiston Davlat tabiat muzeyidamiz, aziz do'stlar, va xullas bu yerda turli qushlarni ko'rishimiz mumkin. Shunday. Yana qarg'alar ham bor ekan, quzg'unlar. Qushlarning noodatiy va qiziq bo'lgan ukkilar oilasi. Bular ham har xil bo'lar ekan-da.
bularni ham turi ko'p. Masalan, boy o'g'limiz saqqoq anaqa punqushimiz ham bor. Demak, bular kunduzi uxlab, tunda faol bo'lishadi. Xo'p, O'zbekiston hududida uchraydimi shular? Ba'zi birlari O'zbekiston hududida uchraydi, ba'zi birlari uchramaydi. Nimaga desangiz, bizning ilmiy xodimlarimiz ilmiy ekspeditsiyalarga ham chiqishadi. Nafaqat O'zbekiston hududida, balki dunyo bo'ylab ekspeditsiya jarayonida biz muzeyimiz fondini boyitishga bu ekspeditsiyalar xizmat qiladi. Juda ham ajoyib. Demak, davom etamiz muhtaram teletomoshabinlar va ana endi biz bu yerda yana qushlar, xullas bu qushlar bo'limi ekan, to'g'rimi? Qushlar bo'limi. Bolakaylar bu yerga keladigan bo'lsa, sizga o'xshagan mutaxassislar har bir qush haqida atroflicha ma'lumot berishadi. Yana bitta ma'lumotni aytib o'tishim kerak. Qizil kitobga 48 ta qushlar kiritilgan bo'lsa, shuning 24 tasi bizning muzeyimizda mavjud. Ana. Xo'p, yana ham qiziqarli bo'ladi hozir, yana ham qiziqarli manzil, yana ham qiziqarli nuqta. Diqqat qiling. Wow, mana yovvoyi tabiat. Aha, Shahzodjon bu yigitimiz ham bizga hamroh bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Ismim G'ulomjon. Men O'zbekiston davlat tabiat muzeyining entomologiya bo'limida ilmiy xodim bo'lib ishlayman. Juda ham yaxshi. G'ulomjon, meni ismim Shohjahon. Biz jonli efirdamiz. Xabaringiz bor, kuzatib boryapsiz. Bu yog'iga endi G'ulomjon bizga hamrohlik qiladi. Juda ham ajoyib. Xo'p, aziz do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, aynan mana shu obyektlar, mana shu jonivorlar va bu yoqdagi yana ham yirtqichlar haqida men ko'rib turgan yana bitta manzil bor. Hozir ko'rsatmang, hurmatli tasvirchi. Buni ko'rsatmay turing, chunki bu tomoshabinlarga bir anons bo'lsin. G'ulomjon bilan biz bir necha daqiqadan keyin efirga qaytamiz va sizga bu muzeyning qolgan jozibasini ko'rsatamiz, ha, G'ulomjon? Albatta. Juda ham ajoyib. Aziz do'stlar, biz O'zbekiston Davlat tabiat muzeyidan jonli reportajimizni davom ettiramiz va ayni daqiqalarda ushbu muzeyning ilmiy xodimi G'ulomjon bizga hamrohlik qilishga tayyor turibdi. G'ulomjon, boshladik. Aha, muzeyimiz burchaga aynan diorama deb nomlanadi. Muzeyimizda 8 ta mavzulashtirilgan zallarimiz va 6 ta dioramalarimiz mavjud. Diorama deb nimaga aytiladi o'zi? Aynan shu turdagi hayvonlarning yashash muhitlari, qaysi hayvonlar bilan uchrashi va ularning yashash tarzlari tashrif buyuruvchilarga taassurot qoldirish uchun aynan shu ko'rinishda yasalgan. Bo'rini ko'ryapmiz. Bu yerda yirtqich bo'rini ko'rishimiz mumkin. Ular juda ham aqlli hayvon bo'lib hisoblanadi. Har doim strategik ov qilishadi va jamoaviy bo'lib yashashadi. Bu yerda esa yovvoyi to'ng'iz va bu yerda ilonxo'r burgutni ko'rishimiz mumkin. Ilonxo'r burgut albatta uni boshqa hayvonlar bilan oziqlanishi mumkin, lekin asosiy ozuqasi ilonlar. Har doim ilon tutgandan keyin bosh qismini sug'urib tashlar ekan, sababi shu zahardan forig' bo'lish uchun. Sababi ularning organizmida ilon zahriga qarshi immunitet rivojlanmagan. Va mana shu ayiqni ko'ryapmiz biz. Aha. Bu yerda esa qo'ng'ir ayiqni ko'rishimiz mumkin. Bu O'zbekiston hududida uchraydi, asosan Zominda va ular omnivor hayvon bo'lib hisoblanadi. Omnivor bu nima degani? Ham o'simlik, ham hayvonlar bilan oziqlanadigan hammaxo'r hayvonlar omnivor deyiladi. Tushunarli. Va men bir narsani aytmoqchiman, qadrli tomoshabinlar, siz bu ayiqni taniysiz. Siz bu ayiq haqida hech bo'lmasa eshitgansiz. Bu ayiq yaqindagina hayot edi, yaqindagina yashayotgandi tabiat bag'rida. Ammo aholiga hujum qilgani, aholi yashash punktiga tushib kelgani buni shu nodonligidan mana shu holatga keltirdi. Endi jonivorda ba'zi so'zlarimni majoziy ma'noda qabul qilishingizni so'ragan bo'lardim. Surxondaryoda aholi tomonidan, adashmasam, otib o'ldirilgan ayiq aynan mana shu muzeydan o'rin egallagan, aholi punktiga tushib keldi deb hali 1 yil ham bo'lmadi yanglishmasam bu ma'lumotlarga. Xuddi mana shu ayiq edi. Davom etamiz. Tasqara qushimizni ko'rishimiz mumkin. Tasqara bu tabiatimizda har doim o'lgan hayvonlar bilan oziqlanadigan o'laksaxo'r qush. Ya'ni har doim tabiatimizga chirindiga boy bo'lgan go'sht bilan oziqlanadi va kasallik tarqalishini oldini olar ekan. Tabiatimizda muhim o'rin egallagan. Bu yerda esa tog' echkisini ko'rishimiz mumkin. Uni shoxlari juda ham ajablanarli va vaznining juda ham ko'p qismini shoxlari tashkil qilar ekan va xuddi shunaqa pastdan tepaga qarab o'suvchi xususiyatga ega. Bu yerda esa qor barsini ko'rishimiz mumkin. Bu Hisor qo'riqxonasida biz uchratishimiz mumkin bo'lgan qor barslari dumlari 1,5 metrgacha yetar ekan, sovuq hududlarda yashaydi va qachonki soviydigan bo'lsa, o'zlarini dumlariga o'rab hayot kechirishadi. Aziz do'stlar, men eslatib o'taman, bu yerdagi eksponatlarning hammasi qachonlardir hayot bo'lgan va qotirilgan. Albatta. Bu yerda esa Slowsonni uchratishimiz mumkin. Slowson ham tog'li hududlarda uchraydi. Albatta. Davom etamiz aziz do'stlar. Xo'p, mana bu burchakni ko'rdik. Tasvirchimiz aynan mana shu burchakdan boshladi va hech qachon ayiqni yonida bunaqa yaqin turmaganman. Bu haqiqiy ayiq. Tegish mumkin bo'lsa, ha, bu.
Xo'p. Bu yerda esa muzeyimiz keyingi burchagi esa yaqinda muzeyimiz fondiga qo'shilgan eksponatlar. Bu qo'ng'ir ayiq ko'rishingiz mumkin. Boya ta'kidlab o'tganimdek, ular omnivor hayvon. Vazni hattoki 1 tonnagacha yetishi mumkin ekan ularni. Bu yerda esa juda ham kamyob bo'lgan oq ayiq eksponatni ko'rishingiz mumkin. Oq ayiqlar asosan Shimoliy qutbda, Arktikada yashaydi. O'zi Arktikani ma'nosi ham oq ayiq degan ma'noni bildirar ekan. Bu O'zbekistonda uchratishimiz mumkin bo'lgan tog' qo'yi. Va mana bu yerda esa juda ham chiroyli bo'lgan Buxoro hududida biz uchratishimiz mumkin bo'lgan bug'ularni ko'rishimiz mumkin. Bug'ularni har doim erkagida shoxlari bo'lar ekan, ayollarida bo'lmaydi, urg'ochilarida bo'lmaydi va ular o'txo'r hayvonlar bo'lib hisoblanadi. Bu yerda esa bu yerda ko'rgan tasqara qushimiz bor-ku, o'shani avlodi bo'lgan oq boshli humoyi ko'rishimiz mumkin. Boya aytib o'tganimdek, ular har doim hayvon qoldiqlari bilan oziqlanishadi. Ko'rayotganimiz bo'lsak va tabiatimizni har xil bakteriyalar tarqalishidan himoya qilishadi. Shuning uchun tabiatimizni sanitar qushi bo'lib hisoblanadi. Zebra. Bu ham hayotda yashagan, bir necha yillar oldin bo'lgan. 2024-yil keldi bu yoqqa. Muzeyimizga aynan shu dinamik usulda yasalgan, bu dinamik usul deyiladi. Ya'ni harakat paytida qanaqa harakat ko'rsatish uchun. Ha, ularning terilari xuddi insonning barmoq izlariga o'xshab, hammasida har xil bo'lar ekan va aynan shu terilariga qarab, terining yo'lovchi chiziqlariga qarab ular bolasini ajratib olishadi. Zo'r ma'lumot. Sibir bo'risini ko'ryapmiz. Tovus tabiatimiz ziynatli qushi bilamiz. 3 yoshga yetganda patlarini ochish, qanotlarini ochish qobiliyatiga yetadi. Bu yerda esa itsimoli oilasining eng yirik vakili Sibir bo'risi. Bu esa tabiat muzeyimizning eng vajohatli eksponatlaridan biri Amur yo'lbars bo'lib hisoblanadi. Amur yo'lbarslari bu aynan shunaqa tur ekanki, sovuq hududlarda bemalol yashay oladi va ularni panjasida ham, panjalari ostida ham yunglari bor. Bu qorli hududlarda harakatlanganda muzlab qolmasligi uchun xizmat qilar ekan. Vajohatini qarang, hozir qotirilgan bo'lsa ham odamni o'ziga yarasha sarosimaga soladi. Aziz do'stlar, biz jonli efirdamiz, ajratilgan vaqtimiz u qadar ko'p emas. Shu nuqtai nazardan biz sizga imkon qadar tezroq bu muzeyning jozibasini ko'rsatishga harakat qilyapmiz. O'zi kelishingizni so'ragan bo'lardik bu muzeyga, chunki qarang mana cho'l hududi shundoq tasvirlangan va cho'ldagi jonivorlarning originallari shu yerda qotirilgan. Bularning hech biri haligi sun'iy yasalmagan jonivorlar qotirilgan. Albatta, bu yerda ko'rishingiz mumkin. O'sha cho'lli hududda uchadigan hayvonlar to'xtataloq, tulki, bo'zech kemari va turkman qoraquloqi. Bularni aynan bu rangda bo'lishiga sabab, oq ayiqlarning oq bo'lishiga sabab ular qorli hududlarda yashashi. Bu maskirovka vazifasini bajaradi. Ular o'zlarini himoya qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, qum ostiga yashirinishadi. Bular shu sababdan ham cho'lli hududlarga borganingizda juda ham ehtiyot bo'lishingiz so'raladi. Hozir mana shu yerda entomologiya kolleksiyalar zali bor. Diqqat qilasiz, biz imkon qadar buni ham sizga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerda ajoyib bir hasharotlar qotirib qo'yilgan. Albatta, entomologiya bu hasharotshunoslik fani bo'lib hisoblanadi. Bu O'zbekiston Davlat tabiat muzeyimizda sonlar bilan aytadigan bo'lsak 363.059 ta eksponat bor. Ulardan 356.722 tasini hasharotlar kolleksiyasi tashkil qiladi. Bu 97% degani. Albatta, bu yerda ari turlari, tropik kapalaklar. Tropik kapalaklar bu O'zbekiston hududida uchramaydi. Bu tasavvur qiling mana jozibasini qarang. Bu ham qachonlardir uchib yurgan kapalaklar. Bu sun'iy emas, qotirilgan hammasi. Tropik qo'ng'izlarni ko'ryapmiz bu yerda. Tropik kapalaklarning boshqacha turlarini ko'ryapmiz. Bu menimcha muzeyimizga sovg'a. Muzeyimizga sog'liq tariqasida keltirilgan va ma'lumot o'rnida aytib ketish mumkinki, yer yuzidagi barcha o'simliklar va hayvonlarni bir joyga to'plasa ham hasharotlar sonidan oshmas ekan. Hasharotlar soni shu darajada ko'p. Mutaxassislarning fikricha 10 millionga yaqin hasharot turlari bor. Sababi o'rganilmagan orollardan har yili 7-8 mingga yaqin yangi hasharot turi aniqlanadi. Qoyil. Aziz do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, ana endi sizni o'ziga xos Ispan diyoriga taklif etmoqchimiz. Ya'ni u yerdagi bitta detal sizga namoyish etiladi. Marhamat, mana shu buqa bu ham haqiqiy, bu ham original Ispaniyadan keltirilgan. Hozir bu haqida siz bilan biz gaplashamiz. Bu yerda esa ispan buqasini ko'rishimiz mumkin. Buqalar o'zi oilasini himoyachisi bo'lib hisoblanar ekan.
juda ham ko'p odamlar aytishadi, qizil rangni ular yomon ko'radi deb. Yo'q, aslida ular sariq va ko'kimtir rangni yomon ko'rishar ekan, g'azablari kelar ekan va qachonki g'azablari keladi, hilpiragan va harakatga kelgan narsalarni ko'radigan bo'lishsa, jismlarni ko'radigan bo'lsa. Qizil shunchaki joziba uchun o'ylab topilgan. Albatta, oldingi davrda buqasi bor bo'lgan insonlar boy bo'lib hisoblangan, sababi omoch boylab yerlarga ishlov berishgan. Bu ham aynan qishloq xo'jaligi burchagiga va hozirgi kunda bu turdagi buqalarni asosan chorvachilik va go'sht iste'moli uchun boqiladi. Ajoyib. Tuya qushlarni ko'ryapmiz. O'zbekistonda tuya qush fermalari ham bor va bizga ajratilgan vaqt G'ulomjon menimcha sekin o'z nihoyasiga yetib boryapti. Ruxsatingiz bilan men bitta kichkina anons qilib ketaman. Umidjon bilan tez borib, bu yerda yana bitta zo'r manzil bor, zo'r obyekt bor. O'zi hozir mana biz Shahzodbek bilan, G'ulomjon bilan sizga namoyish etganlarimiz, ko'rsatganlarimiz bu muzeyning bir 50% xolos, 50% ga ham yetmasa kerak. Chunki hali mana foto zonasi bor, bolalar bilan bemalol suratga tushishingiz mumkin. Bu tarafda ham yana bir-biridan qiziqarli bo'lgan jonivorlar qotirib qo'yilgan, arslonni, sherni, yo'lbarsni hammasini ko'rishimiz mumkin. Mana bu tarafda misol uchun qo'ng'ir ayiqlar yana ko'rinish bergan. Bu tarafda yana katta-katta qushlarni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, men sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan, men sizga anons tariqasida shunchaki namoyish etib ketmoqchi bo'lgan burchak, bu burchak ham ushbu muzeyning original burchaklaridan biri deya bemalol aytishimiz mumkin. Ana shu muzlik. Qarang qadrli do'stlar, pingvinlar ham, pingvinlarning bolalari ham va oq ayiqlar ham hammasi original. Hammasining terisi chinakam pingvinning terisi hisoblanadi. Mana bu qirol pingvin. Bu tarafda yana oq ayiqlarni ko'rishimiz mumkin. Imperator pingvin, pingvinlarning ham turlari har xil va mana shu pingvinlar ham sovuq hududlardan O'zbekistonga, O'zbekiston davlat tabiat muzeyiga olib kelingan, to'g'rimi? Albatta. Bu yerda qirol pingvinni ko'rishimiz mumkin. Xuddi qirollarga o'xshab boshini ko'tarib yurgani uchun qirol pingvin deb nomlanadi. Imperator bo'ladigan bo'lsa, pingvin oilasidagi eng yirik vakili. Vazni 50 kilogrammgacha yetishi mumkin. Ularning hammasi qachondir yashagan, boya aytganimizdek. Xo'p, bu sizga kichkina anons edi. Bolajonlaringizni albatta bu yerga olib keling va bejiz bu obyektdan biz jonli reportajni taqdim etmadik. Sababi bugun ekologiya mavzusi juda ham muhim va agar ekologiyamizni, tabiatimizni asrab avaylamasak, afsuski muzeylarimiz kolleksiyasi boyib boraveradi, tabiatimiz qashshoqlashadi. Ana shunga ahamiyat berishingizni so'ragan bo'lar edik. Ismim Shohjahon Karimov, tasvirchi Umidjon Turg'unov, O'zbekiston davlat tabiat muzeyining mudirlariga, rahbariyatiga va albatta mana shu yigitlariga, Shahzodbekka, G'ulomjonga rahmat aytamiz. Efirdasiz, studiya, marhamat.